Ördek yağ deydu. Ördek çıraylık kölçekte yaşaydigan. Aqğaz bu kölçekning xo'jayini ishgan. Parlaq quyosh nur ostida kölçekdagi suv parqirab turadigan. Kölçekning har bir a'zosi kölçekda xo'shal-xo'ram yashaydigan. Bir kuni Aqğaz ördekka: "Men nayt muhim bir ishni sana topshiraman. Men dam elib kelgili bordigan bo'lib qoldim. O'rnimda kölçek qarab qo'ygin", debdi. Ördek buning rostligiga ishonmayli qopdi. Aqğaz kölçek qarashni menga topshirdi, deb o'ylabdi ördek hayajonlangan holda. Qaraganda kölçekni boshqurdigan o'xshayman. Aqğaz, ben cho'qim bor kuchim bilan bu xizmatning o'disidan yaxshi chiqaman, debdi ördek ishonch bilan maydasiga urib. Ertesi ördek sahardil o'rnidan turib, kölçek buyog'i kelib, tez uchishda baslashayotgan bir to'p yangi qushlarni ko'ribdi. "To'xtash", deb to'plabdi ördek. "Men mush kölçekning boshqurg'uchisi. Senlarning bu yerda vingildab uchib, jimjitlikni buzishingga ruxsat yo'q." Ördek, "Biz bu yerda uchdik", debdi yangi hayronlik bilan. "Buningga nima bo'ladi?" "Bu yerda uchishga bo'lmaydi", debdi ördek keskinlik bilan. "Men bu ablahlarni askartib tursam bo'lg'idek", deb o'ylabdi ördek. Kechida u kölçek buyog'i taxtayni qilib, taraq-turuq qilib, bir nimlarni yasig'li turibdi. Atigan ko'pchilik kölçek buyog'i qadalgan ogohlantirish taxtasini ko'ribdi. "Bu yerda musobaqa qilishga bo'lmaydi. Kölçekni boshqurg'uchi ördekning buyrug'i." Uzoq o'tmay ördek baliqchi qushning ko'l bo'yida baliq tutayotganligini ko'ribdi. "Oy baliqchi", deb varqirabdi ördek. "Qo'lingni tart. Bu yerda baliq tutishga bo'lmaydi." "Amsa, men nega berib baliq tutaman?" debdi baliqchi norozi bo'lib. "Ish qilib boshqa yerga bor", debdi ördek keskinlik bilan. U qanot quyrug'ini egis ko'tarib, iyg'ang'inicha ketib qopdi. Uzoq o'tmay u yana bir necha parcha taxta ekilib, ogohlantirish taxtasidan yana birini yasabdi. "Baliq tutishga bo'lmaydi. Ördekning buyrug'i. Jazman rioya qilish kerak." Ördek mugidab qolgan paytda bir to'p paqa kölçek sakrab tushibdi. "Poltong, poltong." Paqa ördek esi kelib yuqori ovozda to'labdi. "Bu nim qilgininglar? Bu yerda suv sakirsanglar bo'lmaydi." "Suv sakirsanglar bo'lmaydi?" Paqalar parishon holda so'rabdi. "Kim shundoq deydi?" "Men", debdi ördek qanotini qiqib yuqori ovozda. "Men bu kölçekning boshqurg'uchisi. Bu yerdan darhol yo'qolish." Tezla kölçekning atrofi ogohlantirish taxtasiga to'shib ketibdi. "Suv sakrashga bo'lmaydi. Suv sakrash qat'iy man qilindi. Ördekning buyrug'i. Suv chaqirtishga bo'lmaydi. Suv uzishga bo'lmaydi. Baliq tutishga bo'lmaydi. Musobaqa qilishga bo'lmaydi. Sakrashga bo'lmaydi. Kölçek boshqurg'uchisi ördekning buyrug'i. Cho'qim rioya qilish kerak." Ördek oxiri rozmanlik bilan o'rniga o'ltiribdi. "Oxiri jimidi", deb o'ylabdi-yu, biroq yana ozroq beorom bo'pti. U oldidagi chiroyli kölçekka qarabdi. Parlab turgan quyosh nuri ostida atrof shunchalik jimjit bo'lib, paqalar kurkirgandiki, ko'r qilgan. Suvi sakragandiki, poltong qilgan. Suning shar-shar qilgan ovozi anglanmabdi. Hech qanday ovoz anglanmag'achqa atrof shunchalik timtos bo'lib ketibdi. Ko'pchilik nega ketgandi? Ördek qayg'urishga boshlabdi. "Men zodi nima ish qilib qo'ydim? U
shu hamon o'rnidan titrab turib, do'stlarini izlashga mengibdi. O'rdak chimliqqa kelganda ko'pchilikning bu yerda erkin ozoda o'ynab yurganini ko'ribdi. Bu yer nim degan yaxshi, debdi yanglag'ich vingildiganicha. O'rdak bizni bu yerdan qo'g'lab o'tolmaydi, debdi paqlar ko'krab turib. O'rdak yig'labdi. U eg'ir qadamlarini tasti o'tkab, ko'lchak tarafga qarab, aldirmay mingibdi. Tushdan keyin hammaylan oftobga qaqinib uyquga ketganda, ko'lchak tarafdan bo'lqining taqildigan ovozi anglanibdi. "Ah, Tangrim!" deb g'udonishibdi paqlar. O'rdak yana ogohlantirish taxtasi yasatamdigandi. Ko'lchak tarafdan anglangan bo'lq ovozi qorong'i tushgacha to'xtamabdi. Atis atiganda chimliqning ustida alayda cho'ng taxtadan birsi paydo bo'libdi. Ko'pchilik ko'lchak bo'yig'i kelganda yana bir taxtani ko'ribdi. O'rdak noma'qul bo'ladi. Qaytib kelgan bo'lsanglar, bu xatni barliq yanglag'ich, paqa, baliq chiqishga yozdim. O'rdakdan. Bu yerda musobaqalashishinglarni qarshi olaman. Baliq tutadigan qarmoqni haqsiz ta'minlayman. Yangi yasalgan suvga sakrash taxtasi. Yugurishga, sakrashga, suv uzishga, suv o'ynashga bo'ladi. Hamma ishni qila olaysiz. "Hay ahmoq o'rdak!" deb kulib ketibdi yanglag'ich vingildab uchib. "Hammamiz seni seg'indik. Garchi sen odam boshqarishni yaxshi ko'rsangmi?" deb ko'rildabdi paqa. Oqg'oz damlashdan qaytib kelib, qaynam tashqinlikqa cho'mgan ko'lchakni ko'rib o'rdakka: "O'rdak, men topshirgan xizmatni nihoyat yaxshi o'rinlabsan. Kelarki qitim yana seni ko'lchakni boshqarishga qo'yaman", debdi. "Yo'q, bo'ldi, rahmat, oqg'oz", debdi o'rdak kulib turib. "Ko'lchakni boshqarish oson emas-kan." Shu kundan boshlab oqg'ozning ko'lchaki dunyodagi eng ko'ngilli ko'lchakka aylanibdi. O'rdak shundan boshlab buyruq talaffuzida gap qilmaydigan bo'ldi.